Əmdi yalğızlıqni haqiqiy his qıvatıman. Vallahi sizni şildi iki qitim yo'qlab keldi. Men gerçi tirik bo'lsam, bağancha shu kunga qoladigan o'xshaydi. Sizga bergan va'dam bo'yicha ularni haqning qo'li qaratmay cho'nqig'ini bilan menga nima yondi? Oyda bir yo'qlab qo'yishim yarmidi. Ulardan ranjigilim bo'lmaydi. Ularning o'zining turmushi bor. Shundaq deb o'zimizga tasalli berdik-miz tatisi. Ularni uylik o'choqlikqa qatda. Sizga tegili kelganim esingizda tur. Shu vaqtda garchi bir ayol bo'lsam-mu, farzni ado qildim. Sizni yerga qaratmadim deb xushalligimni aytqili kelgandim. Mana hozir behli yolg'izlik qilyapman. Xushalligim ular bilan uchib ketdi. O'lib ayrilsa u amal yo'q ekan. Ammo tirik yolg'izlik bek ig'ir keladi ekan. Bo'pti. Ularga bir kun insof ber Xudo. Kunini yaxshi asla men rozi. Bu gaplarimni sizdan boshqa odamga deyamaydi ekanman. Sizga demay kimga dey? Yet kelyapti. Balalar yana sizni yo'qlab kelishi mumkin. O'likning qadrini baq qiladigan haq biz. Menim cho'qib yo'qlab keladi. Xayr. Teşhittim. Men sizni yana yo'qlab kelaman.
Mana. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Qani. Bu yoqqa. Qo'sh. Amin. Amin. Allah. Qani o'tirsin. Qani. Masalaga beqislar. Qani. Nurbibi 10 necha yil tul o'ltirib, ikki balni guldak beqib, cho'ng qilib, qata qatdi. Shunda. Bu oson emas-da. To'g'ri. Qani asla. Nava sep qo'yay. Xo'sh bo'ldi. Sep qo'yay. Bo'ldi. Mana jahon ma'murchilik bo'lib ketdi. Nima desak shu ba. Shuningga men shukri. Qani, mazalaga beqislar. Qani. Qani, qurbonlikqa eg'iz tegishdilar. Qani. Elislar. Ballamı qatağa qetilib qoldi. Xotirjam bo'lgansiz. Ular ko'rinmaydi-ku. Ballamı shu qurbonliklarni besiqtirib bo'lib andan kelayli degan o'xshaydi. Qani, mazalaga beqislar. Elislar. Qani. Qani elislar, ma go'shtdan kesib elislar. Qani. Elislar. Qani. Amin. Oy. Allohu akbar. Biz chiqayli. Yana yo'qlaydigan bir qancha ojizalar bor. Atdiganda tugdutayli. Kelgan qadamlarga rozi bo'lishsizlar. Xo'sh. Turib qasla. Bo'ldi, turib qasla. Yo'qlab kelishganlarga rahmat. Xo'sh. Haqiqatan yaxshi odamlar-da bu. Har yili hetning birinchi kuni yo'qlab kelishni unutib qolmaydi. Ajab kelamaydi bu bola. Yo'q. Yana texi apangdan akaga narsa yo'q bu deysizlar, qo'yishibmas. Misosiz. Bir qo'y mayli.
Kelin Assalomu alaykum opa. Keytingiz muborak bo'lsin. Birga bo'lsin, birga. Qanday qilibsan opa? Qanday turdinglarmi? Kelin. Mana. Opa, men qurbanlikni seviysi. Sen hozirroq og'iz kelgan yurasanglar bo'lmasin. Qani, o'tiringlar bolam. Amin. Amin. Allohu akbar. Keytingiz muborak bo'lsin opa. O'tiringlar. Navramda kelmabsizlar-ku. Necha kundan aldirashib ketib cho'ng'iga apirib qo'ygan akilarmidiq. Apa, sanzan xeyli o'xshaganda qiladi-ku. Xeyli o'xshadi bolam. Sanammo ishga qursib qo'ygandim. Seni tunukni kelib ketam ketsam, ketmadan ya men o'zim apirib beramidim. Voy, shu menmi aldirashib ketdim. Kimim tutmay bugun atdigan orom berib akib oldim. Qara apa yarishibdi. Yarishibdi bolam, bek chiroyli yarishibdi. Qanday opa? Hayotlaringiz yaxshi o'tayotgandi? Yomon emas. Qayriganda hammani biraqli qilib bo'g'li bo'lmaydi ekan bolam. Bir kuni kirishibdiman, bir kuni darizlarni surtibdiman. Pardlarni asanmay, qo'shnamning bolasi Erkinjon bilan ukisi esishib berdi. Qolgan ishlarni kuchimning yetishicha qildi. Parat kelmadimi? Kelmadi bolam. Balkim Qudularniki ketgan o'xshaydi. Endi kep qala. Sizlar og'ash o'tiringlar. Men choy damlab kiray, ha? Oy, mana kimning gapini qisishu keladi. U kep qoldi deyman. Gapni avutmay, yeydiganingizni yeb jim o'tiring, ha? Assalomu alaykum opa. Yaxshi turdingmi? Yaxshi. Yeting muborak bo'lsin. Birga bo'lsin. Voy, adamlar kelib bo'pti-da? Keldi. Men sen qurbonlikni ozroq ep qo'ygan. Avidan kelishim, shuni olib kelamidi? Hech qisi yo'q, rahmat bolam. Yaxshimisiz? Keytingiz muborak O'zingizdan bo'lsin. Keytingiz muborak bo'lsin. O'tiringlar. O'tiringlar. Qani. Go'zal nurni epkamatsan-ku. Go'zal nur nima? Men tuproq beshidan kelib, qurbonlikni qilib bo'lib, Go'zal nur ishkimiz. Cho'ng'iga borgandik. Bu yoqqa mang'aylab tursa, tuqqanlar kelib qoldi. Shunga Go'zal nur shu yerga kelib qoldi. Qani, o'zinglarning uyi bo'lgandan bolam, tanqasha o'tiringlar. Farhatjon bolam, sen ma go'shtlarni kesib qo'y. Men choy damlab kiray, ha? Apa, men damlaymi? Yo'q, men o'zim damlay. Soat necha bo'ldi? 2:30 bo'ldi. Endi biz mang'ashtiramdik. Juma Farhat. Men oldirayman. Idoradagilar uyga kelmoqchidi. Uning ustiga Go'zal nur cho'ng'ida qoldi. Men bozorga chiqib, nasi kerakli olmasam bo'lmaydi. Bilmaydi. To'xtab turinglar. Men opamning qishiq chiqib baqay. Apa, nima ish qilyapsan? Tamoq tayyorlik qilyapsansan? Qo'lda avar bo'ladi. Mehmon kutib, yetlab tamoq etib yeb bo'lmaysizlar. Hozir tayyor bo'ldi. Bir taqsim yeb. Uyga mehmon kelmoqchidi. Farhat, opam tamoq yebninglar deb faqat unimayotdi. Sen chiqib bir nima deb taqqana? Apa. Bo'ldi apa. Avar bo'lma. Idoradagilar uyga kelmoqchidi. Men bo'lmasam ular ketib qolmasin. Go'zal nur bilan atigi tamoq yegib kelamiz. Yo'q bolam, tamoq hozir tayyor bo'ldi. Kirib o'tiraman. Apa, sizlarni chiqib o'tibsizlar bolam. Sizga qaytaylik. Voy, Shuhrat gap qilinglar. Shuhratning ishini kelmoqchikan. Biz mangmasak, ular ketib qolmasin. Bolam birdamda tayyor bo'ldi. Unda qilmay birdam o'tiringlar. Apa, hozir atigi kelamiz. Qilmanglar. Bir taqsim yeb. Apa, atigi kelamiz. Sizmi uylarga bering, opa. Ma'qul, boraman bolam. Xo'sh, apa. Xo'sh bolam. E'tiborg'ina apa. Tavba Xudoyim. Hamma narsani talqib qo'ysam. Ma'balarim ketayotganni.
Kele. Qanday ahvoling? Yaxshitirdingmi? Qaysi shamol surib keldi seni? Ketman shamili bo'lmamdi. Kele. Qanday yaxshitirding? Yaxshi. Uy kira. Uyda mehmon bor o'xshamamdi. Yo'q, o'z odam. Tursun, mehmon keldi. Voy, mana aziz mehmon keldi emasmi? Qani. Ketonsizmi? Qani, o'tiringlar. Amin. Amin. Allohu akbar. Qanda obdan turib o'tamsiz, qani o'tiraylik. Nurni solishkimiz, bayatni bir gapimizni qilishib, bir yo'qlab kelaylik deb biz berib o'g'icha, o'zingiz kelibsiz emasmi, ha? Shu qarsam sizlar bormidinglar, shunga men keldim. Yaxshi bo'pti. Do'st degan shunda qilish kerak, qara. Qara. Ma qurbonlik qo'ygan go'shtidan terpib qala, ha? Qani, choy ola. Rahmat. Tatilmang, ha? Qani ola. Elang. Kela o'zim bunda o'tiraylik. Bularni ag'ash o'ltiray. Mana ali. Rahmat. Bularni o'zim pishagan. Sendek usta bo'lmasam, qintit. Voy, hajab kamtar bo'lib ketibsan-ku. Sen usta. Sizdan endi ahvol so'ray. Qanday o'zingiz obdan turib o'tamsiz? Bolalarning ahvoli-chi? Yo'qlab turib-atqanda? Yo'qlab turib-atdi. Ularni yaxshi. Sizlarning bolalar-chi? Yo'qlab turib-atdi. Eleli ketdi. Ularni bak aldirash qara. Faqatla tutib olib bo'lmaydigan lobda hozir. Bu ishga qayri qoldiq. Bu bolalarni. Voy, gap bilan bo'lib tunishtirib qo'yishni unutib qoptiman. Bu yoq mening do'stim, bir yurtliq. Shaharlik o'rta maktabda birga ishlaydi. Endi bu yoqni sana tunishtirib qo'yayin abijon. Ismi Nurbibi. Nurnisoning yaqin do'sti. O'zi tex yoshdi. Bizni qertib pensiyaga chiqib oldi. Bultir chiqdingiz, ha? 2 yil bo'lib qoldi. Qanamsa, tatilmay, ha? Elinglar, ag'ash o'tiringlar. Bu ishimiz birga ishlaydik. Salomatlik yor bermay baldurli pensiyaga chiqib oldi. Qani ag'ash, ha? Japosi jiq bu do'stimning. Qani o'zi o'p qoldiq, tatilmanglar, ha? Maktabdagilar bormagandi? Yo'q, defi. Ular qachon men xabar qildirib to'plashib keladi. Balki. Qani ag'ash o'ta. Ishxonada o'ltirib gapingni qilishib ketamiz. Yo sen kelmaysa, yolg'iz o'tag'ich kelsang bo'ladi. Yolg'iz degan bilan yolg'izchilikning o'ziga tushlik ishlari bo'ladi ekan. Men boray desam, buni tamog'ini atmasam bo'lmaydi. Salomatligim toza yaxshi emas. Voy, Nabijon, sen mi gap qilgash o'tamamsan, ha? Ishlab ketdingmi? Birani qo'yaymi ya? Yo'q. U vaqtlarimiz o'tib ketdi. Daymina endi. Hamronga bordingmi? Qaysi kuni maktabdagilar bilan pat qilib borgan. Senchi? Men xabar topolmay qopdiman. Seni bormagan bo'lsa, yetpatsiz qilgash birga berib kelaylikmikin deb kelgandim. Boshqa kuni berib olasan. Bugun bu uyda kashlab ketgan. Nabijamu o'z odam. Shu. Billa o'ltiraylik. Shunda qilsam-ku yaxshi bo'ladi. Bugun niyat qilib chiqibdiman. Shu yerga berib kelay. Kashligili boshqa bir kuni keladi. Voy, qo'ydi qayirmaydi deb ekan, boshqa bir kuni berib olasan. Voy, o'ltirg'ina berlar, o'ltirmaydi. Bugun mishani kashlan qarang, ha? Nabijam o'z odam. Hay, Nurbibi, o'tiring, negorisi. O'ltirg'ina ag'ash. Birdan o'ltirg'ina faqat bo'lmadi juma. Bugun borsam faqat bo'lmaydi. Xo'sh, Abla, ma ishni. Xo'sh. Yetlab beringlar. Mehmonim boshlab beringlar. Ma'qul. Birdan o'ltirg'ina to'maqiya bo'lib qolgan-ti. Tamam, beringlar. Ma'qul. Ma'qul. Ben çıkmadım hem sen Nurbibi, ha? Ha, yo'q. Xo'sh emsa. Tatınıp qaldingmi ya? Ha, yo'q. Tatınıp qaldingmi? Men qayta yetlab beringlar, ha? Ma'qul. Kelib turg'ina. Qaytamsa? Xo'sh emsa. Obdan ayaldı. Yaşıl tul kaldı. Men çekip qo'y. Hey, sen tunaysan ku deyman. Keyin ma'rif qilib chiqqan qiyinchi. Qiyin? Voy, eliqi. Eliq oqsiriq. Egiz bo'ykaga odam. Dal shu. Biladikanman. Bilasan dedim. Shu
15-16 yil bo'lib qoldi. Qizdan gashrak bilan qazo qilib ketgan. 2 bolasi botdi. Ballarni shu Nurbiyiga qilib, Nurbiyi ham ota ham ona bo'lib, beqib qata qo'shdi. G'ayratli ayol jumon. Tasta. Shu emasmi? Ay. Qani, tamoq elanglar. Voy. Bu sizlarni avvar qilib, Nadi gaplarni qilsa, oldim qo'y. Qo'y. Nurbiyi rasl obdan ayol. Mijozim shundoq yaxshi. Nurg'un kishilarni soyi qildik. Ballarimni o'gaylab qo'yamikin, sat turamikin deb zarli unumaydi. Hozir endi bir nima desak, bo'ldilar. Bu yoshga kelganda nima qo'ydi deb zarli unumaydi. Bo'ldi. Nabi tamoq qilib sovib qolmasin. Qani og'ish o'qinglar. Mana. Ochiq suv hozirmi-chu? Oy, hozir akray. Qani olay. Ay, tova. Taqdir ha. Hey, sana ne bo'ldi? Ha? Ay, bo'ldi, ko'nglimni yerim qilma. O'zingni aya. U ishlarni o'ylab olgan bilan baribir o'rniga kelmaydi. Ha? U ayolning gapini qilib, sizning yig'iringga tuz sep qo'ydimmi nima? Ha? Yo'q, ay. Olay. Tamoq ye. Ay. Qani, tortinma. Ma'qul. O'zim kelib. Mana. Qani. Akila. La sep qo'yay, ya. Akila. Rahmat. Ko'nglingizni yerim qilmang, Nabijon. Uning o'rniga beshingizni o'ngishib olishning g'amini qiling. Yurtdim bo'lsa-mu birani akasingiz bo'ladi. Hey, yolg'izlik degan bak yomon. Hech bo'lmasa kirqatlaringizni juyib, tamog'ingizni etib olingizning xabar oladi. Sizningcha men bir xizmatchi yollaydi ekanman-da. Burungo ballarni o'gaylab qolamdi keyin. Cho'p-cho'ng bo'lib qolgan 2 balni boshlab kirsam, onasi o'gaylamasimi? Ballar yatsirab qolamdi keyin debdimi? Shu ballarni debdi ekanmi? Uning ustiga ayollardan ko'nglim bak so'p ketibdi. Shu kunlar o'tib ketdi, yana o'ta. Rost gapni qilsam, sizmi endi beshingizni o'ngishib olmasangiz bo'lmaydi. Nurim sarasida. Endi kimga tortishsiz? Bir kun bo'lsin rahat ko'ring. Endi rahat ko'radigan vaqtingizmi keldi? Sizcha Nurbiyi qandaqroq? Nimalarni deydigansiz? Men ya o ayolni tonimisam, yana kelib nima? Nurbiyi. Nurbiyi xonimning bunda xiyoli bormi yo'q? Oy, unda xiyoli bo'lsa mayli ekanda. Mana. Sizimizda gapning ochiqini qilmay. Men uning deb baqaya. O'g'lim shu to'g'riliq gap bo'lsa qo'yib tutib qoldigan. Hozir umi yolg'iz qoldi. O balam degan bilan bollari uni o'ylabmi qo'ymaydi. Hey, haq chandurmag'ini bilan dadini ichida biladi o bechora. Hey. Bugun shu ishing o'ngishib qoldigandek qildi juma. Nurbiyimi o'zli kelib qoldi. Bugun zodi bir ish bor. Degina. Bo'ldi. Men choydan Tamog'imni yeymayli. Qaga ish bo'lsa, Xudoning o'ziga omonat. Qandaqa? Bu ish eplashmamdi. Biz bugun ikkinchi qatim ko'rishdik.
Ha, mana keldim. Sizlarga nima lozim? Nima yeyingiz borki? Nem bo'lsa bo'laverdi. Yerimdan 2 lag'man, 10 kilo. Ha, ma'qul, chatoq yo'q. Qani. Rahmat. Qani, choy iching. Biya biroz beabdak turdi. Birdam paranglashqach tomoq yeyli. Sap yoshlar kirdigan yami nima bu? Bekki ketyapman. Bo'lsa, sizni uyga boshlasam bo'ladi. Lekin shu uyda tomoq yeydigan odam yo'q. Onun ustiga uyzammo tomoq etishni toza aplashtirolmayman. Bugünkidek mushundaq aram bir ko'rishganda sizni obdaroq bir mehmon qilib olmasam bo'lmas. O'tganda chalipoli ko'rishiblar ketib qoldingiz. Sizga deydigan nurg'un gaplarim bordi. Boshqaroq bir joy berib paranglashsak bo'pti ekan. Bu yer toz bo'lmaydi ekan. Bo'lmasa tomoq yeb bo'lgandan keyin xoliroq bir joyni tepib birdan paranglashamiz. Qani, choy iching. Mana tomoq keldi. Bo'la tez. Qani. Rahmat. Qani elisizlar. Hey, ko'taya oldimi? Mana kağıt. Rahmat. Qani, eling. Qani, sizmi eling. Bular tomoqni xili o'qishdi ekan, ha? Voy. Kavob muzlab qolsa, ish bo'lmaydi. Qani, muzlab qolmasin. Eling. O'zingizmi eling? Men sal turib yey. Eling. Dünyada yalgızlıqdan ağır azap olması gerek. Yaş çoğaygan sırı hayatında bulup ötken açık küçük hatırlar. Ayacanlık keçmişler ademden neyrik etmeydik. Rast deysiz. Tenhalık kişinin şunçilik əsir qıldıken ki, hatta bazıda bir çaşqan öyünün o tarafdan bu tarafga ösüken dep qaldı. Köp Allah'da işçiniz sıkılıp muğunuzga muğ boğudek muğdaşqa. Dert halınızga yetkidek sırdaşqa muhtaç boladı ekansiz. Lekin Tanrı mendek bahri parini bu dünyanın harabısıda hemrahsız kaldırdı. Bunun qaysi birini dey. Ko'ngilni yerib qoldi. Sizni mağuza verib charchitib qo'ydimmi nima? Yo'q. Mayda o'rindiq bor ekan. Bo'lmasa birdan o'tiraylik.
Men bu dunyoga kelib 50 yil yaşapdım. Oylap baksam, hiç xo'liq ko'rmabdim. Taqdir mendin opto'yu, mana hech nima bermabdi. Ballarning opisi bizni tashlab chet elga chiqib ketdi. İki balamni shunchalik e'tiborlab boqdim, o'qitdim. Qizim imtihondan o'tamaganni oz deb bir sodiya bilan ketib qoldi. O'g'limni jafo mushaqqat ichida boqqanimga tushliq, yaramliq, bilimlik odam bo'ldi. Hatto chet ellarda o'qish fursatiga ega bo'ldi. Shundoq deb xo'shal bo'lsam, bu vafosiz dunyoning paymoni shundoq o'xshaydi. Uzun o'tmay o'g'limning hodisiga uchragan shum xabarini topshirib oldi. Ko'nglimizni yerim qilma. Odam hayot manzilida taqdir qismatning o'yinchig'i bo'lib o'tadi ekan. Odamning umri hasrat judolik bilan o'tadigan o'xshaydi. Demagan bilan birdan aytmasa, birdan aytib qo'ydi ekan. Mana umrimning namoz sham vaqt kelgan bo'lsa-mu, Xudoyim sizni menga nasib qilgan o'xshaydi. Yana Nurniso bilan Tursun'g'imi menga rahmat. O ishlarni ko'p o'yladim. Ikkimizning taqdir qismatlarimiz o'xshab ketdi ekan. Deymisimu tanholik barliq nadomatning o'shig ekan. Odamning yolg'iz o'ltirib yo tamoq yegisi kelmagan. Mana qarang, osh to'qshirib, o'zimga oshqozon keslim tepib oldi. Tehi boshqalarning ter bo'ytaq deyishlarichu. Shu emasmi? To'y-to'ylarga, markalarga berib, jup-jup kelgan xotinlarni ko'rsam, shundoq masligim kelib ketdi. Bu yoq kelib qapsiz-ku. Apamning mashina olgandim, shuni akir beraymikin deb. Opingiz yo'q-ku deyman. Boya dunyosini chiqib ketayotgan. Choyga boramdiki. Choyga? Men apti kunda nima choydi u?
Apangızcı yakından beri betli aldıraş olup gitti. Salapetlik bir adam pat izleydiğen bolup kaldı. Bu işin sizler mesele sağanda. Mesele sağan. Bu nayet obdan iş öptü ufkam. O adamı xeyli obdan adam da kılıdı. Hoşnu xulumlarımı hoş öp kaldık. Sizlerinin xabarınlar var da. Xabarımız var. Maqul emse, xoş. Voy. Farhat bama? Men şu. Adamma? Nemişti? Gep qila. Apam to'g'riliq ancha-muncha gap anglab qoldim. Sen angladingmi? Yo'q. Men opamni ko'migili xeyli uzun bo'ldi. Apam birsi bilan tepishib qolgan o'xshaydi. Qo'shni xulumlar shundoq dedi. Yo'q-ay. Undaq emas-ku. Xizmat aldirash bo'lg'achqa men opamning yoniga borolmadim. Shundoq bo'lsa mayli. Ammo rost bo'lib qolsa, sen jo'yilma. Opam hergiz undaq ayol emas. Sen xato anglab qolgan o'xshaysan. Ma'qul emsa. Men surishti qilib, sana ondan telefon beray. Xo'sh. Ma'qul, shundoq qil. Xo'sh. Yaxshi bo'pti. Kim qayerlarning ko'nglini yo'q deydi. Qayrig'anda bir-birsiga hamroh bo'lishida emasmi? Toza joyda ish bo'pti. Kimga kim hamroh bo'ladi ekan? Qayrlar undaq-mundaq deb ketdinglar-ku, ha? Apаңыз Nurbiy muallimning gapini qilyapmiz. Nabijon muallim bilan to'y qiladigan-ku. Hammamiz qo'shilishdik. To'y qiladi ekan? Siz tex bilmamsiz. Qarg'anda apаңыз xijil bo'lib sizga eg'iz ochamgan o'xshaydi. Apаңыз to'y qildigan endi yaxshi bo'pti. Yaxshi bo'pti. To'y qilgan. Oy balam, hajab vaqtida keldim. Maoshimni og'ish keldingmi? Yolg'iz qashlagan yetgan pul endi yetmayotganda. Oy balam. Nim bo'ldi sana? Nimaga unday xafa bo'lib qolding, ha? Nomus qilsangchi bu yoshga kelganda. Nimanga nima yetmayotdi dekinsan? Sen pensiya pulini qanday xarjlasang yetadi-ku. Jinim balam. Yemak-ichmaklar yeyishib turibdi. Kiymen desem, kiyimlerin tayyor. Yana sana zaten nemi gerek apa? Degine sana zaten nemi gerek? Bizim bu şer yaşığını koyamsan koymamsın. Tövbe Hudayım. Siz ma yüzüne nerede götürüp yürüyemiz? Sana dep koyay. Kılıvatkallarının hemmesi ham hıyal. Bu herkes mümkün emas. Oy, gel balam, gel. Adam bir nimalarni deydi qo'rasma? Nima? Bir nimalarni degan nima gap u balam? Men ortiq gap qilmay. Herhalde siz bizning opamiz. Bizga aqlni siz o'rgatgan. Unutib qoldingizmi? Bu yoshga kelganda aqlingiz gejgingizga o'tib qoldimi nima? Qaraganda sizlarga aqlni toza to'liq o'rgatamagan o'xshayman. Aqlim xeyli joyida, gapni to'liq agitmay. Udul demamsan, zot nim demakdisan?
Agar shunday qilmoqchi bo'lsangiz, buning hech kimga foydasi yo'q. Siz bu niyatingizdan yening. Tova. Ma ballani. Mana taksiz savatıda. Qandaq jahon bo'lib ketdi bu. Hey, fikirlerim. To'xtab turinglar. Assalomu alaykum. Mishadi ishlaydigan paratni tunimsizlar? Paratni to'ytinchi qavatga. Shunday. Tunaymiz. Xafa mashina bir chaqirib qo'ying. Ma'qul, biz chaqirib qo'ydik. Men mishadi saqlab turay. Saqlab turing. Paratjon, qanaqa ahvolni obdan turib Yaxshi. Apangning ahvoli obdan turib-atqanda. Mendan so'rayapsiz. Apamning yaxshi yomon turganini sizlar bilasizlar? Paratjon bolam. Seni xili bir oqqarni farq etadi desam, nima deganing bu, ha? Jira. Sayiq berib parangni ishla. Mana. Bu shundoq gap bolam. Endi cho'nglarning gapini anglab qo'ymasang bo'lmaydi, Paratjon, ha? Endi shunchalik ishqi kelganda sizlar xabaringni borganda. To'g'ri. Men seni mush uchun izlab kelgan. Sen o'g'il olib olgandan keyin qarishingni deb baqsang bo'ladi bu. Ha? Men sana desam, Paratjon bolam. Bu yomon ish emas. Aksicha yaxshi ish. Shariatda savoblikning yo'li deb qaraladi. Biz buni demasakmi, masala balli bo'lgan odam buni alla burun o'ylashinglar kerak emasmi? Voy, shariat degan nima u? Menda fikr olmoqchimi? Hargiz bo'lmaydi. Paratjon bolam. Nima ishqa bo'lmaydi, ha? Nima ishqa? Bo'lmaydi dedim. Hargiz bo'lmaydi. Men sizga deb qo'yay. Bekbagingiz kelib ketsa, bizga qilgan yaxshiliklaringizni demisam, hozirla. Gapingni ochiq qil. Rost shunday qilmoqchimi? Nima deydigan safqam, bu jahonga pir ketdi. Buningmi yolg'oni bormi? Voy namoz. Apa, konular qiyirganda qiyir tatıq, qiliqlari ondan ortiq degan gapni sizga o'xshashlarga debdi ekan. Ash Tursunkamning burun bizga qilgan yaxshiliklarini demisam, Apa, bu yoshga kelganda senga neningizni yeb uyqungizni uxlasangiz-chi? Sizlarcha yemak, ishmak, kiyim-kechak hammaning o'rnini bosa oladi ekanda. Vey, sana yana nima kerakdi? Nomus qilmay davatgan gapini. Sen rastlah oljib qapsan, apa. Og'zingni yum. Sizlar o'z ko'nglinglarda meni Nabiy jamoatim bilan buzuqchilik qilyotdi, nashayin ishlarni qilyotdi deb o'ylab qopsizlar-da. Bizning munosabatimiz sizlar o'ylagandek undaq murakkab darajada emas. Men ashu muallimni bir nima qilmaydigan bo'lsam, men endi yuzimni maktabga qamab ko'tarib yurayman. Men sizlarni otisiz nima jafolat beqib cho'ng qildim.
bugungi kunda meni nim deb haqoratlayapsizlar. Mening o'z taqdirimni o'zim hal qilish huquqimmi yo'qmi? Sizlar oyda shilda bir kelmaysizlar. 16 yil bo'ldi. Men bu uyda yolg'iz yashayapman. Kesin kundan kuniga ig'irlashyapti. Bana hemrah bo'lgan odam bo'lmasa, Xudoyim meni sizlar uchun qul qilib yaratganmi? Yolg'iz qoldim. Bu osongo. Endi men o'g'limni akab beray. Undaq bo'lsa, men qizimni akab qo'yay. Bundan keyin mishada tursin. Men o'zimning kesildan ho'ksini aran chiqarsam, sizlarning bolalaringlarni qandoqmi baqa olayman? Nurbevining ishlari qanday bo'lib ketdi? Qanday bo'latdi? Ashlarning to'sish bilan bu ishning to'xtab qolgani xeyli bo'lib qoldi. Xizmat ishlab baqsa qanday bo'la? Bu ish qo'la uncha aralashmamisin bo'pti ekan. Voy, ishlimidi damsizlar. Tursun ishkimizning demagan etmig'inimiz qanmidi? Maldik qo'lim xo'shlar, 100 obro'yli kishilar cho'taxi. Hatto hojimlardan aralashdi. Hech gapga kirmaydi. Ular nimani o'ylaydi ekan ta? Hozir menga mo'may tatib yuriydi. Bizda nima gunoh? Shuning bilan biz aralashamidik. Shu? Hozir kishilarning ishiga aralashqili bo'lmaydi ekan. Yaxshi ko'nglingiz bilan gap qilsangiz, ular anglamaydi ekan. Rost deysiz. Ajabmi joylik ne bu bolla? Shundoq qilib, bolamning ro'yiga baxtim deysizlar Nurbevi xonim. Shundoq bo'ldi. Balaning o'zining o'ylig'ini badu. Biz ballarni deydi ekanmiz. Ballar bizni o'ylabmi qo'ymaydi ekan. Biz bu dunyoga shu ballarni deb yaralgan o'xshaymiz. Bu ballarimizni, bo'lmasa ballarga o'qitamay, nika o'qitib, to'y xiti ilayveramizlar-ya. To'y desizlar qo'shnam. O'tganda sizlar qo'shilmasanglar bu to'yni qilaverman deb qo'yganimga, mush uy kelib nimalarni ko'rsatmadi menga. Qani asla choy qo'shlar. O'g'lim Farhat Nabijonning oldin to'sib, bir muncha bo'mg'ir gaplarni qilibdi. Bo'ldi qilay. Ko'nglimni yana og'ritqim yo'q. Uning ustiga Nabijonni oyimsam bo'lmaydi. O efendim ko'rinmaydi-ku. Men izdiman dedim. Ahvol mushundaq tursa, yana izdab kelsa bir ish chiqib qolmasin deb, men bo'ldi qildim. Vallahi shuning bilan yo'q edi. Qani, arash o'ttasizlar. Ilyaptimi? Asla. Kim o? Men. Oy. Kim? Nabijonmisiz? Men shu. Ketdim. Men sizni o'tib qolay. Buningdan keyin kimman? Qo'shnilar anglisini sattirdi. Meni bundaq tamlikda qo'yma. Nur buvi. Sodiqam ketay. Ishni echim. Mening ichim bek siqilib ketyapti. Siz bilan birdan paranglashib olsam, iyniklab qolaman. Nur buvi. Nabijon. Men
siz bu dunyoda qari itim bo'lib qolgan ota dardimiz to'la. Lekin mening hech amalim qolmadi. Siz yüzümni to'kishni xohlamaysiz. Sizning ko'nglingiz yaxshi. Hozir qo'shnilar ichida quloq yoqdi gaplar ko'payib qoldi. Meni tamlitib qo'ymang. Meni oromimda qo'ying. Ketdim Nabijon. Ma'qul. Men ketay. Nurgul, eshik tubida bir narsa qo'yib qo'ydim. Birozdan keyin kirib ketasiz. Xeyirden beri bu doğrunu tapamay jüret. Nabijon ahir tepipti de. Tov qildi. Bağrımni yerib tushgan ballardan kelgan vapa bu. Yop bir adamdan kelgan vapa bu. Tov. Hajatmi ta'tir jahamkin bu.
Kim o? Men. Nabijon. Bana hazır. Ana. Nurbüve, siz mijozunuz yo'qmi? Yo'q, ishni bo'lmadim. Birdamgina yaxshi bo'lib qolaman. Kel. Mana qarang. Mo'shuncha bola bo'lib ketkishi doktorxonaga bormagingizni qarang. Bu bo'lmabdi. Elimi bir ish esim kelib kelganim. Yuring, doktorxonaga boraylik. Yo'q. Birdamgina yaxshi bo'lib qolaman. Men qarang, joylik qilmang. Darhol doktorxonaga boraylik. Yuring. Birdamgina yaxshi bo'lib qolaman. Joylik qilmang deyman. Bo'ldilar, bormay. Mangayli. Yuring. Astana. Kesili xeyli eğer. Ama xatarlik basqışda ötüp ketdi. Bemar operatsiyada yanılı çıktı. Şuna obdan qarmasanlar bo'lmaydi. Ma'qul. Yenidan odam ayrılmasın.
ahvol o'zgarish bo'lsa, sestralar xabar qilsanglar, biz darhol yetib kelamiz. Ma'qul. Rahmat. Neçə vaxtdan beri köp cəfa tatdınız. Sizə köp rəhmət. Əmdi öyгі berib bir neçə gün aramaq gelin. Bir yerdə aramı alamadınız. Nədi gəplərini qılıdı ikənsiz? Mən nimigə avar boğudəkmə. Ballağa qanda xəbər qılısız. Mən o xəbər qılışını oyluğan. Üzəm ya ulağı xəbər qılanmısam. Ula hazır meni xuddi düşməni körgəndək gördü. Başqalar arqılıq xəbər qılay desəm, sizin qeşinizdə adam bulmuşsa. Boldu qılın. Siz səlləməzə saqayğandan keyin uyinizga özüm apırıb qoyayım. Mənmo birdən bolsunmu sizin qeşinizdə turub alğanğa xoş. Onun üstüge ballar kelsə mən turanmayım. Ətrafdakilərmi başqaça o'ylab qolmamdı. Deginingizmi o'g'rilik. Men shu ballar keyin bilsa azoblanib qolarmikin deb shunday deyman. Ajab ish. Yan karavotdagilar to'la so'rab ketyapti. Nima deyishimni bilmayapman. Bo'ldi. Bu ishlarni ko'p o'ylama. Siz saqaygandan keyin hamma ishlar o'ng'ishlab ketadi. Salomatlik muhim, ha? Keling, uzilib qolmang. Birdan yetib oling, ha? Ben kaynak suya girey. Oy! Ne diyeceğim oğlum bu? Kandak ahvalımız. Mevlan sen. Toğra. Kanda teştik mi? Yaxşı. Birisi saksızıp kalgan mı? Ha, bizim jurtun kelgen bir tukunumuz davanlı vattattı. Neç günden beri kilemigendim. Siz? Men birisini yoklap geliyordum.
Şuna qaynoq suyu tugab ekan. Kirpiray deb. Oy. Nurbi muallimga bu. Ay, Mevlam balam, qandaq ahvalim? Yaxshi. Yaxşıtırdыңmı? Saksız boqağa oxşamamsan. Qani, kela o'ltira balam, o'ltira. Ma'qul. Qaysi kuni Farhat bilan bildik. Bundaq gapni qilmada? O'zimmi xeli yaxshi bo'lib qoldim. Uni afsus ko'rib demagan o'xshaydi. Partiyaqiga chiqib ketaman. Xeli yaxshi bo'lib qoldim balam. Ay, otaning qanday qaraq? Yaxshi. Faqat uxmabdim. Bugun bir tuqqanni yo'qlab kelgandim. Sizning yo'qlig'ini bo'lsa. Unda qilsang qandaq bo'ladi balam? Bo'ldi, tuqqanlaringni yo'qlig'in. Rahmat balam. Bo'ldi, tuqqanlarniga keyin kelib olaman. Rahmat ansa. Nabi Jamolim meni o'qitgan. Siz qaroytibdi-da. Bek yaxshi odamdi. Odambek oq ko'ngil o'tkasin bo'lmamdi nima? Qara gapingni. Qarniyat bo'lsa, beshini yeydi shu. Qandaq xizmatlaring aldirashmi? Yo'q, ancha aldirash emas. Ay, aglan Nabi Jamolim, men alay. Bu yoq Mevlam bo'ladi, mening o'quvchim. Tanıyman. Farhat balamning yaqin og'aynisi. Ular bek obdan ütüdü. Menmi o'z balamdakli ko'raman. Shundaqmi? Ma'qulansan Nurbiyada. Men tuqqanlarni chiqib baqay. Sal turib, yana kiraman. Ma'qul balam. Ma'qul. Xo'shamsan. Men xo'shlab qo'yib kiray. Bu sirq chiqib baranglishay. Ma'qul. Mening bu ishdan xabarim botdi. Farhat bir kun menga chechilib turib debdagi. O chaqda u bek ochiqlanib ketgachga men toza bilim diyamadim. Hey bala. Bayatin bekli xijil oldu. Nemi deyishimni bilinmeyli qaldim. Şolma gap bo'ldimi muallim? Mana qarang baharmi keldi, to'ngmi erdi. U to'ngni ertimiz. Gapni qilmoq oson bala. Lekin ularga nasihat qilmagan mahalladagi ahli inoyatlik zotlar, hojim ayollar qolmadi. Bir yil ichida 6-7 qatim nasihat qildi, biroq ular har qatimda chidab chiqarib turdi. Mana qarang endi. Ey muallim, o'zlari bilindik bo'lganlari bilan turmushning inchik taraflarini, yoshlarning qalbini tas tushunmaydi ekanlar. Ularni oldiga qanday qadam kirgasilimi, ular qitiq olmaydi. Ular nimidan ansiraydi bilanlar. Al-Ag'ina do'st birodarlarning bir onini boqamay agiribdi deyishidan ansiraydi. Shunga uning doğrusi yanada bas. Qandaq muallim? Sen otkachilik qilib qo'ydingmi qandaq? Yo'q. Bu yaxshi niyatinglardan bak suyundim. Lekin ular ayta. Yo'q, siz xotirjam bo'ling. Uning bilan 10 yillik og'inadan biz. Herhalde mening gapimni ilik oladi. Men uni obdan tushunaman. Qog'inni keyin ko'rasiz. Xo'sh muallim, men mangay. Ma'qul. Ma'qulansa. Kep to'g'inamiz. Shunday bo'lsin. Xo'sh. Ustib qo'ydingizmi? Men texe sizning Mevlam bilan tanishdigingizni uqmay, yolg'on aytib, chenib qoldik emasmi? Bayning bo'lgandi, chiroyingiz o'ngilib ketdi-ku. Men texe Farhat bir ishlarni uqqan bo'lsa, Mevlamni ahvol egallab baqali aytganmidi? Kelib yana jidal chiqaramo deb sal ansirgandim. Qarasam, onda ahvomida xotirjam bo'ldi.
Xotirjam bo'ling. Ballar uxsun. Ular uxsa, xijil bo'lib qolar. Muzdekka. Ko'nglingiz ichilib qolar. Azroq yeb beqing, ha? Apa? Oy, balam. Qanday balam? Yaxshi turdingmi? Qachondan beri yetib qoldim? Bir necha kun bo'ldi. Bizga nima ish xabar qilmading? Sizlar oldirish tursanglar, sizlarni avvar qilmay dedim. Hozir qandaqroq apa? Yaxshi. Operatsiya qilgandan keyin xeyli yaxshi bo'lib qoldi. Bayama bilan telefon qildi ekan, shundoq ansirab ketdim. Hozir yaxshi bo'lib qoldim. Ansirmasanglar ham bo'ladi. Paratga telefon qilsam, komandirovkaga chiqib ketibdi. Shunga o'zimni keldim. Ansirmanglar bolam. Keling o'tiring. Ma'qul. Nima avvora bo'lib bir nima ko'tarib shurgansa bolam. Navram qandaqroq turdi, a? Yaxshi, yasliga aparavatimiz. Ma'mevidan azroq tetib boqamiz. Bo'ldi, rahmat. Sen mi yolg'iz emaskansan? Ertaga Shuhrat bilan ayrim kelamiz. Balani yaslidan chiqmoqchidim. Kashf ketdi. Birdan o'tasang bo'ladi, bolam. Men mangay. Men mangdim. Birdan o'tasang bo'ladi, bolam. O'tamay mangdingmi, xo'shamsa? Ertaga kelamiz, apa. Bu rastilla qamlashmoqda. Obsag'rib doktorxonaga yetib qolsa bo'lmasa, hatto operatsiya qilganim uqmasa bu qandoq bo'lg'ini? Bu sizat qamlashmoq qiziqkina. Xijil bo'lishga tegishli ishdan xijil bo'lmay, xo'sh bo'lishga tegishli ishdan nomus qilib yurgan demisi. Ana uning dangla. Uning o'ziga tushib o'ydigan yeri bor. Biroq uning otdan tushim o'zingga tushmaydigan bir mijozi bor. Onda qilsa ag'ila xapshak. Bugungi o'tirishimizning asosiy maqsadi birinchidan do'stimiz Dilshod yurtiga berib kelganligi uchun uningdan hadiq so'rash. Ikkinchidan oz bo'lsa-mu o'z uyimizning xo'shallik ishi. Biz yaqinda Delnurning dadisini yurtidan o'ylab qo'yib keldik. Endi uyada cho'ng mariki beramidik. Yurti o'ziga tushliq yarishig'ini qilgan. Shunga bu yerda sizlardek yaqin aloqalarni yig'ib, bu xush xabarni bir yetkazib qo'yg'im keldi. Shunga bugun hammamiz echilib, yeyilib, mungdishib, ravrus bir o'tiraylik. Qandaq? Nay savobli chiqibsa adash. Bakchong chiqibsa adash. Buni 7 jannatning savobi deydi ekan. Qaynotangning duosini olsa adash. Qani saylarni ag'ash o'tiringlar. Voy, gap qilsam xuddi Mavla yolg'iz berib o'ylab qo'yib kelgandakla meni tilga epmi qo'ymaysizlar-ku? Buningda mening narsam bordi. Gap qiling Mavlan. Ag'illa, maqsad aniq bo'ldi. Shundaqmi? Barat, nimandaq yaqirab o'tirsa, gilamning gulini sanab o'tamsa qanday? Uzukdek bo'lgan yoqqa yedim, beshik ketamaydigan bo'lib oldi bu. Sen o'xshash bo'yni so'zman so'lamda o'dakdak. O'yning mingizni ko'rsa, tuvuq seqirabdi deb, bunday gap qilsang ketdi-ku. Qo'shni bir yerda o'tirib, asab qolmanglar yana. Ag'illa,
Bayatından beri birdam yerinden kulishganmi bo'ldik, chaqchaq qilishganmi bo'ldik. Shundaqmi? Endi bu yerda bir adam gap qilyapmisan. Va og'inimiz Dilshodqimi bir gap berayli. Ha. Dilshodmi gap baqsin. Og'inlar, o'zinglarmi bilasizlar, men gapga ancha usta emas. Ha, bir yumor olsunmi deb demamsa. Boshqalardan anglagan bir yumor o'tdi, shuni olsin deb beray. Bir kuni bir yigit tulqagan apsini judib ketib olsa, o yigitning oldiga bir munajjim uchrabdi. U munajjim yigit bu opangni judib nega mangding deb so'rabdi ekan. O yigit opam meni 9 oy 9 kun qo'saq ko'tarib, ochiq to'lg'oq yeb, oqsit berib baqqan ajriga haramga borib haj qildirib kelay deb mangdim debdi-ku. Shuning bilan u munajjim turib ketib, unda qilgicha opangni haj berib olsanglar bo'lmadimi debdi ekan. Balasining dumbisi choplashib yotgan yiliqi mo'may o'g'lining beshiga paqqida birini urib, bunday qilishim bilamdi bu degidek. Og'illar. Bayatdan beri kulishganmi bo'ldik? Yumorlarnimi deyishdik? So'rinmi? Obdan qizivatdi. Lekin bu yumor odamni o'yga soladi. Rost deysan. Yashanganlarmi odamda? Ular his tuyg'usiz kesak yoki yog'och emas. Yashangan hamrolar bir-biriga bergan ruhiy shodlikni farzandlar hargiz beramaydi. Ular mo'ngdishqa, sirdishqa, yoshlig'idagi aslimalarni aslashib, zo'q ilishga erisman bo'lib qoladi. Og'illar, o'zinglarmi o'ylab beqinglar. Baxtaklarmi? Jupi bilan erkak kishi bo'lib yaralgan-ku. Shunday emasmi? Oddiy misol. Agar otani o'rin tutib yetib qolsa, balalar otaning yoki onaning ostiga qo'l solalamdi. Yana shu buvay mo'maylar bir-biridan ko'rinmaydigan gap. Bu gapni anglab, mening esimga mundaq bir ish kelib qoldi. O'tgan yili It namozida Imoma xonim Qur'ondagi bir oyatni o'qib, mundaq tafsir qilgandi. Har qanday bir farzand tanho qolgan otaga, "Dada, o'ylab qo'yaylimi? Yolg'izlik tatib qoldilar" deyishi. Tul qolgan onaga bo'lsa, "Ana, amralik qilib qo'yaylimi? Jafodi qoldilar" deb pat-pat so'rab turish farzandning bosh tatib bo'lmaydigan farziga. Bu Qur'ondami shunday yozilgan-ki. To'g'ri. Shunday. Aras-parat. Oldiq kuni men doktorxonaga bir tuqunim yo'qligini borgandim. Shu yerda opamni uchirtib qoldim. Opam doktorxonada yotgani 20 kun bo'pti. Bizga jab demabsizmi? Yo'qlab baratdiq emasmi? Nurbi muallim qandoq bo'lsa, boshlang'ich maktabda bizga bilim bergan, bizning dilimizni yo'ritgan ulug' inson emasmi? Sen toza odamgarchilikni bilmaysan, juma odash. Opam og'rib qoptimi? Hech xabaringiz yo'qmi? Qiziqish-ku bu. Bu Parat, nima gap bu? O'g'ilvaldi degan opasiga yaqin bo'ladi. Bu sening nima qilganing? Balla qarzingni ado qilganing mushumi sening? Voy Farhat, nimachi ko'nglingiz qarasizning? Apangiz doktorxonaga kirib 20 kun bo'lib qolib xabaringiz yo'qmi? Sanavar sizga demadimi? Xudoyim tavba. Raskatni qilsam, bu ishdan sanavarning xabari yo'q. Nurbi muallimning bolnitsaga kirib qolganiga 20 kunchi bo'pti. 20 kunning yog'i Nabijon muallim uning kech kunduz qarabdi. Nabijon muallim yaxshi qarag'ashqa salomatligim xeyli yaxshi bo'lib qopti. Operatsiyam o'ngishli bo'pti. Bu men sana xabar qilay desam, seni topolmadim. Men sanavarga telefon berib qo'ygan. Sanavar bodim bormidimi? Buni uqmadim. Qanday degan gap bu? Shu emasmi? Qanday degan gap bu? Soat 1ga beribdi. Voy, qanday degan gap bu? Nega oldirasizlar? Bo'ldirab. Birdan o'tirib qolmamsizlar. Birdan o'tirib qolsam Bağlamsa xo'sh. Topolmay qaytasizlar. Kapturasizlar yo'qolib ketmay. Yo'qolib ketmay kelinglar. Bağlamsa. Qo'shamsa turib kelinglar. Bo'ldi, Parat. O'zingga bak ip ketmagin. Hamma ishlar o'ngishilib ketadi. Bilma. Azoblanayotsa. Chet ellik bir adibning mundaq bir hikmatli so'zini o'qigandim.
azoblanishdan iborat bu sapon bir tarafdan sening yuraging utilsa, yana bir tarafdan hayotingni yangi bo'lug'ini ochadi. Bo'ldi, bak o'zing ip ketmagan. Bo'ldi qil adash. Men shu topda boshqa bir dunyoga bo'ldi. Qadam qo'ygandek his qilib qoldim. Rahmat. Xo'sh endi. Xo'sh. Hada. Nima bilmasam? Opamning og'rib qolganini uqib turib, nima deb menga demaysan? Men shu teqa oldingi kuni uqdim. Sana xabar qilay desam, seni topolmasam. Hech bo'lmaganda telefon urib qo'ysam bo'lmasmidi? Voy bo'ldi, qilay seni topolmasam kimga telefon qilatdim? Endi qanday qilamiz? Doktorxonaga qaysi yuzimizni ko'tarib boramiz? Voy, nima rasvochilik bu? Endi opamning yuziga qandoqmi qaraman? Opamdan o'zimcha namoz qilib ketibdiman. Men o'tganda Ashu Nabijon muallimning oldini to'sib, bir muncha qamlashmagan gaplarni qilibman emasmi? Endi buni qachonmi jo'yib tugataman? Endi opam bilan Nabijon muallimning oldiga qaysi yuzimizni ko'tarib boramiz? Ist. Qaysi shaytonning kayni kirib, nimalarga aylanib qoldik? Bo'ldi, hada. Anglasam, opam erta bolnisidan chiqdi ekan. Bu yerda o'zimizni ayblagan bilan hech shal olmaydi. Yaxshisi, biz hozirla doktorxonaga berib, opamni olib chiqib olaylik. Agar u doktorxonadan chiqib ketsa, o chaqda biz texmi o'sal ahvolda qolamiz. Shunday qilaylik, ukam. Ma'qul. Lekin doktorxonaga quruq qo'l kiramizmi? Rost, quruq kiramizmi? Avval sen. Hadi sen kira. Shunday qilib. Apa. Kızım. Apa. Biz hazırla doktorxonadan chiqib ketaylik. Lekin men. Apa, biz rasmiyatlarni bijirib bo'ldik. Doğruni pastdan ilib olsaqli bo'ladi. Qolgan gaplarni uyga borganda deyishaylik. Men olay. Aka apa sumkangni. Men ilib olay. Mayli. Xo'sh endi. Ma'qul, xo'sh. Ma'qul, xo'sh emsa. Xo'sh, xudoga amanat. Voy, Nurbiyada, qanday ahvolingiz? Voy, Nabijon muallim. Tinchmi bo'la? Yaxshimi? Qani bu yoqqa. Mangla. Mayli. Seni avar qilib qo'yibdimiz. Yo'q, ular deyman, o'zimizning ish tursa. Qani, siz chiqing. Avval siz chiqing. Rahmat. Yaşlı deşi ama judalı Bozgaydı dilda yeni bir sil
yaş edişi emas judalık Ozgaydı dilda yeni bir sevgi Anısıdır sevgi dünyanın Yakar dillarda ötmez bir gülhan Anısıdır sevgi dünyanın Yakar dillarda ötmez bir gülhan Yaşnaydı alem sevgi koynida Uni köylaydı cismi ot insan Yaşnaydı alem sevgi koynida Uni köylaydı cismi ot insan Gerçe batsımı o yaş her bugün Tanrı doğdu özüge uşaş Söyüp zeminni Tanrı'nın culası Çeksiz mihride idi duvağaş Söyüp zeminni Tanrı'nın culası Çeksiz mihride iti duvağaş Anısıdır sevgi dünyanın Yakar dillarda ötmez bir gülhan Anısıdır sevgi dünyanın Yakar dillarda ötmez bir gülhan Yaşnaydı alem sevgi koynida Uni köylaydı cismi ot insan Yaşnaydı alem